hammamiz o'sha vaqtda joyda bo'lsaylik, inshaalloh Qur'on zavojiga boramiz. Undan keyin Xurmo bog'iga ziyoratimiz bor. Xurmo bog'iga boramiz. Qur'on zavojiga kirganimizdan keyin har bittamizga bittadan Qur'on hadya qilishadi inshaalloh. Va undan tashqari masjidlarga Qur'on qo'yaman degan hoji onalar ushbu Qur'on zavodidan chiqqandan keyin bir magazin bor, o'sha Qur'on bosmaxonadan chiqqan Qur'onlar sotiladi. Bu yerdagi magazinlardan narxi arzonroq bo'ladi, ichida pechati bo'ladi. Agar Masjidul Nabaviyga Qur'onni qo'yaman, menga tinimsiz ajrlar borib tursin desanglar, tijorat qilaman desanglar, bu yerdan Qur'onni olinglar. Masjidul Nabaviyning ichkariga kirib, Qur'onlar turadi, qo'lqinlarda. Shu yerda konditsionerlarda, ustunlarda oldida Qur'onlar turadi. O'sha Qur'onlarda bir ikkita Qur'on pastga qo'yib qo'yildi. Chunki haliga Qur'onlar ro'yma turishligi uchun ustidagi oshiqcha Qur'onlarni olib ketib qo'yishadi, boshqalarga qo'yib qo'yishadi. Shuning uchun bir ikkita Qur'onlarni tagiga qo'ysanglar, o'sha yerda turadi. Bu yerga kelib musulmonlar Qur'on o'qisa, sizga savob berib tursin. Qanday ajib holat. Shuning uchun biz